Assalomu alaykum, Umra ziyorat kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilaymiz, do'stlar. To'g'risi, mana shu videoda ko'rayotganlar juda ham ko'pchilik bo'lyapti, lekin obuna bo'lmayapsizlar. Akalar, bitta obuna bo'lib, bitta padlisa qilib like bosib qo'yinglar. Bu sizdan hech qanday pul yoki mablag' olmaydi. Faqatgina mana shu videomiz ko'proq insonlarga, auditoriyamiz kengroq insonlarga yetib borishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar, xolos azizlar. Xo'p, do'stlar, bizda hozir qaynoq chegirmalar e'lon qilingan. Ya'ni sizlar uchun 2026 yil avgust oyiga umra narxlarini juda ham arzon narxga tushirib qo'yganmiz. Videoda oxiriga ko'ring, sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Albatta videomiz boshidan like va obuna обязательно bo'lsin do'stlar. To'g'risi bosdingizmi? Bosib qo'ying mana shu joyiga. Bitta bosing like-ni, tan joyingiz sog' bo'lsin do'stlar. Bizda hozirgi kunda Farg'ona Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlar amalga oshirib kelinyapti. Ya'ni Centrum Holdes tur firmasida bizning qachon qayerdan bo'ladi? Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni biz bilan birgalikda amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, bundan tashqari 14 kun safar mobaynida 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Gostinitsa oraliq masofalarimiz Madina Munavvarada 150-200 metr, Makka Mukarramada esa 800-900 metrni tashkil qiladi. Xolovchilar piyoda borib kelsa bo'ladi, xolovchilar avtobusda borib kelsa ham bo'ladigan sharoitlarni siz ziyoratchilarga yaratib qo'yganmiz azizlar. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing, joylaringizni bron qiling. Bunday imkoniyat, bunday sharoitlar bu faqatgina Umra ziyorat kanalining ashaddiy obunachilari uchun maxsus videorolik bo'ladi. Albatta obuna bo'lganlar, xudo xolasa, tez kunlarda bir yangilik qilyapmiz. Ya'ni mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, bir umrani tekinga, bitta umra tekinga konkurs o'yinini tashkil qilamiz. Xudo xolasa, ana shu inson albatta siz bo'lishingiz ham mumkin. Hoziroq obuna bo'lib qo'yib kuzatib boring. Xudo xolasa, sizga chiroyli yangiliklarni chiqarishdan to'xtamaymiz azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda narx-navolarimiz Toshkent Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz $1050 qilib belgilaganmiz. Ya'ni vizangiz bo'lsa $950 hisoblanadi. Agarda vizangiz bo'lmasa $1050 dan bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. To'lovlarni qanday amalga oshiramiz deganlarga, to'lovlarimiz siz bizga Telegram yoki WhatsApp orqali Zagram pasporti taqdim qilganingizdan ko'ring, biz sizga bank shot raqamini beramiz. O'zingizga yaqin bo'lgan xohlagan bank ofisi yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi. Agarda siz Farg'ona, Marg'ilondan bo'ladigan bo'lsangiz, rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirib ketsalaring bo'laveradi do'stlar. Bizga chekini taqdim qilasiz, shu bilan joyingiz bron bo'ladi. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing va joylaringni bron qiling. Umra ziyorat kanali doimo sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtamaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.